Tabiat mo'jizalaridan biri shubhasiz shifobaxsh o'simlik malina va qora smorodinalardir. U inson salomatligi uchun qanchalar foydali bo'lsa, uni yetishtirishda shunchalar injiqlik ham bor. Malina salqin havoda o'sib unadi. Tuprog'i toshliq bo'lishi lozim. Zax, sersuvlikni suymaydi. Farg'ona tumanida, ayniqsa Tog'olda, Vodil va uning atrofida shunday tabiiy sharoit mavjud. Shu kunlarda bu yerdagi hovlilar, plantatsiyalarda hamma hosil terish bilan band. Farg'onaning Vodilida bir nechta bozorlar borki, ular quyosh hali ko'tarilmasdan quyosh botgunga qadar hamisha gavjum bo'ladi va bu yerda xonadonlarda, dehqon xo'jaliklarida yetishtirilgan malinalar, smorodina hamda qora giloslar sotiladi. Bu xonadonlarda yetishtirilgan. Endi malinazorlar bo'lgan klaster egalari o'z mahsulotlarini maxsus omborlarda qayta ishlab, qadoqlab, chet elga eksport qiladilar. Bozorlar joy tanlamaydi. Qayerdagi kaftdek soyali maydon bo'lsa bo'lgani. Malina ortgan yengil mashinalar kelaveradi. Bu yerda esa dehqonni bugun biz tadbirkor deb ataydigan akalar kutib oladilar. Savdolashishga hojat yo'q. Har kungi narxni ular belgilab qo'yadilar. Dehqondan ulgurji sotib olingan malinalar vodiy shaharlari, Toshkent, Qarshi, hatto Termizgacha yo'l oladi. Dehqon esa mahsulotini osongina bir zumda sotganiga xursand. Biz ularning biri Xolidaxon Tursunova bilan suhbatlashdik. Xolidaxon, bu malinalarni qayerda yetishtirasiz? Malinalarni xonadonimizda, uyimizda yetishtiramiz, agarotimizda, keyin dalada ham bor bog'imiz. Kelin bo'lib tushganga 35 yil bo'ldi. Shu kelin bo'lib kelgandan beri shu malinani ekib, parvarishlab, daromini olamiz, oilaviy byudjetimizga. Foydasi bor. O'zim pensionerman, xo'jayinim pensioner. Endi pensiyaga chiqib bekor o'tirmasdan shu malina bilan shug'ullanamiz. Buni qarang, darhaqiqat Xolidaxon yetishtirgan malina bugun bozorning oldi mahsuloti edi. Donlari yirik, rangi tiniq, ta'mi mazali. 15 dan 20 minggacha sotyapmiz bir kilosini. O'tgan yilgina yaxshi, Xudoga shukr, hosilimiz. Malinam katta chiroyligi uchun malinani tanlab olishib, ash tadbirkor odam mana mashinasiga yuklab ta'minlashadi Toshkent xalqini ham. Xolidaxon uning mahsuloti toshkentliklarga ham yetib borishidan quvonchda. Yil bo'yi oilaviy qilgan mehnatlari samarasini ko'rdi. Aslida malina yetishtirish oson ish emas. Tog'dan shaboda yurgan tong saharda har bir tupini ko'zdan kechirishi, mehr berishini talab qiladi. Uning injiqligi shundaki, quyosh nuri tig'ini yoqtirmaydi. Shuning uchun mirishkor dehqonlar malinazor plantatsiyalari ustiga soyabon o'rnatadilar. Bu qo'shimcha xarajat talab etadi, ammo hosili, daromadi shunga yarasha bo'ladi. Malinaga ko'proq o'zim qarayman, keyin xo'jayinim ham yordam berishadi. 6 ta farzandim bor. 4 ta qizim uzatganman, Xudoga shukr, o'qitganman ularni. 10 ta nabiram bor. Malinani ishi ham qiyin, o'ziga yarasha mehnati bor. Uni vaqtida parvarishlash kerak, qirqish kerak, sug'arish kerak, o'g'it berish kerak, chopish kerak, o'tini tozalash kerak. O'ziga yarasha mehnati bor. Sog'lom bo'lay desangiz, Vodilga keling. Xolidaxon kabi dehqon mirishkorlar yetishtirgan shifobaxsh mevalarni paykallarning o'zidan terib yeng.